Bugun Grant ta'lim maktabimizda kitob sahifasida bellashuv nomli tadbir o'tkazildi. Tadbir 4 ta bosqichdan iborat bo'lib, har bir bosqich o'quvchilarning kitob o'qish madaniyati, fikrlash ko'nikmalari va mantiqiy yondashuvini namoyon etishga xizmat qildi. Ishtirokchilar o'qigan asarlari yuzasidan savol-javoblarda qatnashib, o'z bilim va mulohazalarini aniq ifoda etdilar. Bellashuvning asosiy maqsadi o'quvchilarda mutolaa madaniyatini mustahkamlash va kitobga bo'lgan qiziqishini oshirishdan iborat bo'ldi. Tadbir davomida olingan taassurotlar va bildirilgan fikrlar ularning keyingi o'quv faoliyatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kitob o'qish o'quvchining tafakkurini kengaytiradi, nutqini rivojlantiradi va mustaqil fikr yuritishiga yordam beradi. Shuning uchun ham maktabimizda mutolaa an'anasini izchil davom ettirishga alohida e'tibor qaratilgan.